O'zbekiston oltin konlariga boy, tabiiy qazilmalarga boy davlat, lekin nima uchun aholi hamon kambag'allik darajasi ko'p, aholi qiyinchilikda yashaydi degan umumiy savollar bor. Shunga nima deb javob bergan bo'lardingiz? Ayb taqsimotdami yoki boshqa narsada, nimada? Yo'q, ana endi 2017-yildan beri barcha ishlab chiqarish ko'rsatkichlarimiz, shu jumladan xalq farovonligiga ham alohida e'tibor berilyapti. O'ylaymanki, prezidentimiz tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar albatta boshma-bosqich xalqimizning farovonligi ham oshib boradi. Ya'ni foydali qazilmalar ma'lum bir guruhlar cho'ntagiga ketadi degan qarash bor. O'sha Olmaliqkon metallurgiyadagi 200 millionlik shartnoma ham odamlarni shu fikrga shuna xulosa qilish mumkin. Yo'q, uni u sizga boya yuqorida aytib o'tdim, u vaziyat o'rganilyapti. Demak, prokuraturami, ichki ishlarmi? Ichki ishlar prokuratura o'rganish kerak emasmi? Huquqni muhofaza qilish organi tomonidan o'rganilyapti. Endi ishchi guruh tuzilgan. Ishchi guruh tuzilgan. O'rganilyapti. Bu bo'yicha qo'shimcha axborot berildi. Men vakolatimda emas, bizning tog' sanoati geologiya vazirligi ham foydali qazilmalarni qazib chiqarib, masalan, katta kombinatlarimiz ham shu qonunchilik bo'yicha oltinni, masalan, Markaziy bankka topshiramiz. Ishlab chiqaruvchilar ham hammasi, mana o'zingiz ko'rdingiz, konlar realizatsiya bo'lgandan keyin asosiy qismi budjetga tushadi. Va budjetdagi mablag'lar albatta xalqimiz farovonligiga yo'naltirilyapti. Albatta, o'ylayman, yangi institutsiya loyihalar ishga tushishi bilan xalqimiz farovonligi sekin-sekin oshib boradi.